G'azal mulkining sultoni Hazrati Alisher Navoiyning g'azallarini ko'pchiligimiz yoddan bilamiz. Ba'zilarimiz esa umuman bexabarmiz. Bu insonning yozgan har bir satrida olam ma'no borligini bilamiz. Ammo bu satrlar kimga atab yozilganligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bilaman ko'pchiligingiz go'zal xurluqo ayol, sevgi muhabbat, bir dildorning ishqida yonib ado bo'lgan oshiq haqida yozilgan deb o'ylaysiz. Aslida esa Hazrati Navoiyning baytlari faqat Alloh va uning rasuliga atab yozilgan. Hazrati Navoiy hech qachon bir ayolga oshiqlik haqida she'r yoki g'azal yozmagan. Chunki bu insonlar Alloh va uning rasulini sizdan bizdan yaxshi tanigan insonlar. Qur'oni Karimni tafsir qilgan ulamolarga bosh bo'lgan insonlar, hadislarni sharh qilgan, qalbida Alloh va uning rasulidan boshqaga joy qolmagan insonlar. Bir kuni Hazrati Navoiyning bolaliklarida tushlariga Sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kiradi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Alisher, men yana kelaman" deb ketadi. Hazrati Alisher Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushlarida yana qaytib kelishligini uzoq vaqt kutib yuradi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Navoiyning tushlarida kelaman deb ketgan edi. Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gulro'y kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Hazrati Alisher Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uzoq vaqt kutgandan so'ng shu baytni yozdi. Aslida ul sarvi gulro'y deb gul yuzli, ya'ni chiroyli ko'rinishli inson, dunyodagi eng go'zal inson bo'lmish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nazarda tutganlar. Bu g'azalning ma'nosi haqida xo'p va ko'p gapirsak bo'ladi, lekin biz qo'limizda bor ma'lumotlar bilan cheklanamiz. Chunki Hazrati Navoiydek buyuk inson haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, bu insonlarni qilgan ishini muhokama qilish siz va bizga o'xshagan insonlar uchun emas. Dilbar erur tengsiz jahonda, erur anga xushdoru banda, tengsiz xushdoru shaydosiman man, jahonda bandaman anga. Bu yerda ham Hazrati Navoiy dilbar deb Allohni aytmoqda. Ya'ni Allohdir tengsiz jahonda, erur anga xushdoru banda, tengsiz Allohning shaydosiman man, bu dunyoda bandaman faqat unga. Bu buyuk insonlarni bosib o'tgan yo'llari biz uchun ibrat. Biz yoshlar shunday insonlar avlodi ekanimizdan faxrlanishimiz kerak. Bu gaplar osmon o'par shunchaki oldi qochdi gaplar emas.